Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetida yosh mutaxassislar uchun muhim loyiha Oliygoh kubogi tanloviga start berildi. Mazkur tanlov orqali talaba yoshlarning innovatsion g'oyalari qo'llab-quvvatlanib, ularning amaliy ko'nikmalari sinovdan o'tkaziladi. Mukofot jamg'armasi 100 million so'mni tashkil etuvchi ushbu tanlovda dron loyihalash, topshiriq bajaruvchi robot, suv roboti, dron futbol, kiber xavfsizlik, 3D modellashtirish, sun'iy intellekt kabi yo'nalishlarda g'olib aniqlanadi. Universitetimizda Startup Hub Expo xonasi, ko'rgazmalar xonasi tashkil etildi va bu ko'rgazmalar xonasida aynan tijoratlashtirishga tayyor bo'lgan mahsulotlarni tijoratlashtirish uchun va u yerda o'sha mavjud sanoat korxonalari rahbarlarini qiziqishlarini demak qondirish maqsadida yoshlarimiz mana shu tanlab olingan eng yaxshi ko'rgazmalarni saralab olingan ko'rgazmalarni demak namoyish etishmoqda. Bugungi kunda ko'pchilik uchun muammo bo'layotgan, vaqtini olayotgan va yechim izlanayotgan masalalardan biri bu tirbandlik. Belgilangan manzilga vaqtida yetib bora olmaslik insonni nafaqat jismonan, balki ruhan ham toliqtiradi. Ammo biz bugun qatnashayotgan tadbirda ana shunday muammolarning yechimiga qaratilgan taklif va g'oyalar ilgari surilmoqda. Qanday deysizmi? Toshkent davlat texnika universitetining startup loyihalar ko'rgazma zalida talabalar tomonidan taqdim etilayotgan innovatsion g'oyalar ana shunday muammolarning yechimini qamrab olgan. Toshkent shahridagi hozirgi tirbandlikni 30-40% gacha kamaytirish mumkin bu orqali. Shaharga chiqayotgan karbonat angidrid ham 15-20% gacha kamaytirishga xizmat qiladi. Svitofordagi kutish vaqtini o'rtacha 35 sekundga kamaytirishga xizmat qiladi. Bu loyihamizni an'anaviy svitoforlardan farqi bu sun'iy intellekt bilan integratsiya qilingan kameralar serverga ma'lumot jo'natadi. Serverda OpenCV va Yallo programmalar orqali sun'iy intellekt avtomobilda avval aniqlaydi va ularning sonini hisoblaydi. Qaysi yo'nalish bo'yicha qancha avtomobil oqimi kelyapti. Shuni hisobga olgan holatda o'zi avtonom xulosa qabul qiladi va avtomobil ko'p kelayotgan tomondan yo'lni ochadi, avtomobil kam kelayotgan tarafda yo'lni yopadi. E'tiborlisi mazkur loyihalar nafaqat ijtimoiy va maishiy hayotimizni yengillashtirishga xizmat qiladi, balki inson qadrini ulug'lash va insoniylik tamoyillarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Navbatdagi loyiha sizni befarq qoldirmaydi, u sizni hayratga soladi va bir vaqtning o'zida xursand qiladi. Bizani bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan ilmiy ishlanmamiz ko'z ojiz bolalar uchun kitob o'yinchoq dizayni. Bu yonidan yoqiladi. Yoqilgandan keyin bu yerda brail yozig'ida bolalar uchun qiziqarli ovozli puzzle deb yozilgan. Ichini ochganimizda bolalarni o'rgatish uchun brail yozig'ini bo'rtib chiqqan harflari bor, tinish belgilari bor. Ichida mushuk deb yozilgan. Mushuk relyef hisobida chiqqan. Bolalar his qilishi uchun qaysi hayvonligini bilish uchun o'ng tomondagi knopkasida bossa shu hayvonning ovozi chiqadi. Masalan, bu yerda mushuk, ikkinchi joyimizda kuchuk. Relyefini bilgandan keyin, o'qigandan keyin qanaqa ovozdaligini bilish uchun keyingisi tovuq, mana bu yerda tovuq deb yozilgan. Shuncha o'rgangan narsalarini, it, mushuk, qo'ylarini bu yerda yozilmagan. Shuncha ovoz ham taqdim qilinmagan, yozilmagan ham. Bu imtihon. Sinov. Aytish kerakki, bu kabi tanlovlar orqali yoshlarning ilg'or g'oyalari qo'llab-quvvatlanib, kelajak muhandislari va texnologiya yetakchilari shakllanmoqda. Albatta, bugungi start ertangi yirik yutuqlarning debochasi bo'ladi.